بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Bugünkü ders Kitab-ı Salat Thani. Kitab-ı Salat'ın iki bölgen. Birincisi farz vacip namazlar, ikincisi farz bulunmayan namazlar. Bu ikinci bölüm farz bulunmayan namazlar qaratıptı. Elbette bazısında ihtilaf var. Lekin umuman hamda mundajib. As-salatu allati laysat bi furud'ayn inşaallah taala. Ve li'anna as-salata allati laysat bi mafrudatin 'ala al-a'yan, farz-ayn bulunmayan namazlar minha ma hiye sunanun. İşte sünnet diyen namaz var. Minha ma hiye naflun, mutlak nafl namaz var. Ve minha ma hiye fardun 'alal kifaya. Cenaze namazı farz kifaya namazı var. وكانت هذه الأحكام منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. Ve muşunda lakadımı ihtilaf var. Ya ki ittifak yagını var. Sünnet-i sünnet. Ondan şirket sünnete, sünnet bana sünnet muakkede ittifak mesela. Cenaze namazı farz kifaya diye ittifak kılış mümkün. Şunun ittifaklar var. İttifak bulmadan vitir namazı okşar. Biz sünnete biz vacip edilen bunda namazın var. Bunda bo'lgan ekan ra'ayna nufridal qawl fi wahidatin min hadhihi salat. Shuna bu namozni bir-birlab so'zlab o'tishni muvaffaq ko'rdik. Va ya bil jumlati 10. Umum sansak 10 yetadi. Rak'ata al-fajr wal witr wan nafl wa rak'ata dukhul al-masjid wal qiyam fi Ramadan, yani tarawih demakchi. Wal kusuf wal istisqa wal eidan wa sujud al-Qur'an, yani sujud at-tilawa. Fa innahu salatun ma. Yani sujud at-tilawani biz taraftan namaz onda bir okşutmak bulundu dedi. Feştemel adil kitap aşiret ebvab. Demek muşunda atılsak 10 babını öz içine alırdı. Bunun içinde bazı bir ittifak kemgeler ama mesela vitir okşaş, eğit namazı belki ihtilaf kılışı mümkün. Teravih Ramazan'da belki sünnet muakkede ya ki biraz işi mümkün. İstisqada namaz okuması ihtilaf var mesela. Peki umumen bu şu farz emas namazlar. Ve salatu alel meyyit nezkuruha ala hida fi babi ahkamil meyyit. Cenaze namazını biz ayrım cenaze namazı babında bayan kılmaz. Ala ma jara bihi adetul fuqaha. Fuqaha ayrım ayında bayan kıldı bizim için de şu adet boyunca mamız. Vellezî yutercimunehu bi kitabil cenaiz. El babul evvel el kavlu fil vitr. Hem de vitrden başladı. Bayatım sızgan boyunca mas vitrni aldım orun. Belki de vacip diyen bir namağı qarash bo'lgan ekan, buni eng oldiga olib farz namozining oxirlama eklashga bunda tuzdi. El-mawadi allati ikhtalafu fiha fil vitr. Vitr namozida ixtiloflashgan o'rinlar 5 o'rinda dedi. Hukmi nima deganda? Hukmida yuqorida deb ketdi-ku. Abu Hanifa vojibdi, boshqa sunnat dedi. Va minha fi sifatihi va minha fi vaqtihi. Nechirga to'ldi degan. Vaqti qachon, xuftandan keyin qachongacha. Va minha fil qunut fi. Qunut o'qimandoq. Va minha fi salati ala rahila. Ularning ustida o'qimandoq. Vojib degan qata ochirib qolsa ularning ustida o'qilmaydi. Buningda talashlarsiz. Hukmuhu. Amma hukmu faqat taqaddama al-qawlu fihi 'inda bayan adad as-salawat al-mafruda. Yani Abu Hanifa'ning nazarida vojibdir. Boshqaning nazarida sunnatdir. Sifatuhu. Wa amma sifatuhu fa inna Malik rahimahullah istahabba an yutara bi thalathin yafsilu baynaha bi salam. İmam Malik rahmetullah alayhi 3 rekat o'qishni mustahab qildi dedi. 2 rekat o'qib bir salam berib o'tamiz. Andan bir rekatni ayrim salam berib. Yafsilu baynaha bi salam bo'lgan ekan, 3 rekatning o'ttirini bir salam bilan ayirib o'tadi demakchi. Yani 3 rekat o'qiydi, 2 rekatda bir salam berib o'tib, yana qo'yib 1 rekat o'qiydi. 3 rekatning o'zi vitr hisoblanadi demakchi. Hadi farq bor. 2 rekat nafl ayrim emas, ma 1 rekat vitr demay, 3 vitr lekin o'ttirini uzatdi demak. Wa qala Abu Hanifa rahimahullah al-vitru 3 rak'at min ghayri an yufsala baynaha bi salam. 3 rekatni ulablam o'qitamiz. Tashahhud o'tirmiz, to'g'ri, lekin salom bermaymiz o'tirda. Va qala Shafi'i al-vitru rak'atun wahida. Imom Shafi'i 1 rekat bo'ldi. Yani 1 rekat bo'ldi degani aqallisi 1 rekat bo'ldi degan gap. 3 rekat o'qisang yaxshi, eng mukammal yoki 7, 9 deganga qadar bordi. Va likul qawli min hadhihi al-aqwal salafu min as-sahaba va at-tabi'in. Ve bu qarashlarning hammasiniki sahaba tabi'inda egisi va qarashlar. Lekin mishadam shu mazhabni bayon qilishda bir sal tutuqlik bor. Bular asosan İmam Abu Hanifa'dan boshqalar bizga keladi. Yani 1 rekat aqallisi, undan eng yuqori 9 rekat, ondan adnal kamal
3 rekat da bunda deydi. Yani 1 rekat ayrım oqsaqmı mayli deydi. İmam Şafii'nin şu 3 rekat olganda qildim, 2 rekatni bir ayrib deb, ondan 1 rekat ayrib. Ya billa oqsin bo'ldi. İmam Şafii'ninki. Lekin buni farqanda 1 rekat ayrımında vitr bulamdı bulmamdı deganda ixtilof desak. Mahallil xilaf shu. Qalan Abu Hanifa bo'yicha 3 rekat o'qisa vitr to'g'ri bo'ldi deydi ashulmi. Lekin Abu Hanifa 1 rekat o'qisa bo'lmaydi deydi. Demak, misol 1 rekat yolg'iz bunda salom bilan namoz bormi yo'qmi vitr namoz desa, Hanifa mazhab bu yoqda. 5 rekat bir aqlam o'qadisi va 7 rekat bir aqlam o'qunma, 3 rekatni bir aqlam o'qunma. Gaynere 3 rekat o'qib, 2 rekat tashahhud qutlamayli qolib ketgan ondan so'ng bo'ladimi? Umba qutlamoqni. Ash hadisda kelgan bo'yicha qutlamoqan degan rivoyat. Demak, hozir mazhabni jo'g'lisak, ikkiga ham bo'lsak. Abu Hanifa bir tarafda, boshqa. İmam Ahmad bilan Shafi'i bilan birga, İmam Malik. Ondan İmam Ahmadning bir nimasida, ya'ni Abu Hanifa bilan birga. Yani 3 rekat mushin tanlaydim deyishdi. Odatda Hanbali mazhabida 3 rekat o'qiydi Ramazonda. El-ahadith allati haddadat rak'atul vitr. Mana bunda unvon qo'yib qo'yib, sizning kitobda unvon bormi yo'qmi? No, ayni bir kitobimda yo'qda, men unvon qo'yib qo'ydim. Bu unvonimda keyingilar qo'yib olgan unvon. Va sababi fi ixtilafim, demak, shu vitrni 1 rekat o'qimni o'qimamdi, necha rekat o'qiymiz deganiki talashtirishga sabab ixtilaful athar fi hadal bab. Bu hadis kelgan hadislar bir-biri o'xshaydi. Athar degandan muallifning istilohi bo'yicha nima maqsadda hadislar. Hadislar o'xshashganmada va dalganda tabata anhu sallallohu alayhi vasallam min hadis Aisha radhiyallohu anha annahu kana yusalli min al-layl 11 rak'ah yutiru minha bi wahidatin. Kechida 11 rakat o'qiydi. 1 rakat taq o'qiydi deb keldi dedi. Demak, 11 rakatni amsi degan demakmi? Ya kechining namozidan nisbatlaydi. 11 rakat emas bitirganligimiz. Kechida o'qigan namozni o'ch. Masalan, Ramazonda o'qigan bo'lsa, 8 rakat tarovih qiyomdak, endi 3 rakat bitirdik masalan. Lekin bu haqiqiy mushahidlar turli ekan, haqiqatan jiqo'gan ekan. Amaliyotda buni unda qilsanmayli, unda qilsanmayli, ishkilisning joizligini ko'rsatib qo'ygan Rasululloh desak, qachlar bo'ldi. Imom Ahmadning ko'p masalada tutqa yo'li shu. Biz unda cho'qim ikkining bizni ya to'bashning bizni tanlashimiz kerak deb qolsak, endi matalashimiz kerak. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. Tanışıp qalıp qolsa 1 rekatlam taq o'qiyotgan, vitr o'qiyot degan. Bu 1 rekat vitrning baliqiga dalil bo'lgan hadisdir. Wa kharaja Muslimun an Aisha radhiyallohu anha annahu sallallohu alayhi wasallam kana yusalli 13 rak'ah wa yutir min dhalika bi 5 la fi shay'in illa fi akhiriha. Halaqa arliqda o'ttamag'anlikning dalili. 5 rekatni o'ttamay oxirlam o'ttagan. 3 rekatda arliqda o'ttamay oxirda o'tasin bo'ldi. وخرج أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم. على شنو ما كتبت خطأ زكنا ما دار الكتب العلمية بيدن على كل مسلم فمن أحب أن يوتر ب5 فليفعل ومن أحب أن يوتر ب3 فليفعل ومن أحب أن يوتر ب1 فليفعل. ما نديم فايزة منا خاصم 5 خاصم 3 خاصم نقول nima uchun uni cho'qim boshi yo'q 1 rekat yo'q 3 rekatda deb cho'qim bir nimaga ham eslolmaydi. Ba'zanda inson aldirash bo'lib qoladi, yo qattiq uyqusi kelib ahvol bo'ldi, charchab ketgan ahvol bo'ldi. Unda 3 rekat yo 1 rekat o'qisa olmaydi. Lekin charchamagan, amg'on hali mag'durva holatda 5 rekat o'qimdi, 7 rekat o'qimdi. Bu shunda qo'yib qo'yish kerak. Hozirda bunda ko'rinishda bunda bir iqim bo'lib hozir mudug'in nima desa 1 rekat o'qish shu sunnat, 3 rekat o'qish yo undan boshqa o'qish bu bid'atga ko'rib qoldi. Nima uchun desa, jafosi yo'q. Eng oson faqat o'qimay tashlayotgan namamda nimarak bunda oson bir ish bo'lgan ekan. Alaqa o'rinliq qilgan bunda ahli hadis birodarlarimiz eng asho aqallisiga esibam shu sunnat deb chiqarlar. 3 rekat bu bid'atga aylanib. Yoki undan boshqasi bid'at. Amaliyotda Rasululloh 9 o'qib, 7 o'qib ekan, 5 o'qib ekan, 3 rekat o'qib ekan. 1 rekat ma'qul o'qitgan. Saytida keldi. Lekin sen nima uchun aqalli bir ahvolda o'qigan shuni eslab, boshqa ko'p o'qigan vaqtlarni nima uchun bitiribsa. Bu ham faqatlam shu o'zining o'rinligidan kelgan ish. Nawafil, manda ta'ib ibodatga bo'shlik qilib sus qarg'almoqda.
Mümkün kadarımda mabit atta ma'amdan yo'qdi deb yonap tezdek so'yaplam mindalam qalqasa uni o'rniga amdan televizor qo'yib o'ttasi bo'ldi. Ma'disda ixtiyorlikni qo'yib qo'yilgan inatman. وخرج أبو داود أنه كان يوتر ب7 و9 و5 وخرج عن عبد الله بن قيس قال قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر قالت كان يوتر ب4 و3 و6 و3 يعني 4 و3 degan hech kisi bijibchima bilamas 4 rekat o'qib 3 rekatni 7 rekat و6 و3 9 rekat و8 و3 11 rekat و10 و3 13 rekat. En cık okudu degan çek hadisga 13 rekat. Ben de siyamlayıp okup Kecha xutdan o'qib bo'lganniki, ya'ni salat Rasulullahning kechida o'qigan namozini so'rayotganda javob bergan javob. Walam yakun yutir bi anqas min 7. Tamam. 7dan ortiq unda o'tir qilmaydi deb. Wala bi akthar min 13. 13dan ortiq qilmaydi. Walam yakun yutir bi anqas min 7 degan. Bu endi ko'pincha ahvol deydi. Yani başka birisine cümle düşünmez. Köpünce ahvalda ya ki müştevra deymiz. Lekin yutir bir vahide deganni qanday tushunmas. Ha shu anda nima qilmasan tanitib qolibdi deydi. Shirkatdan o'qib azan chiqib qolibdi, Bilal taraq chiqsa, minglik o'qiganida shapilib qolsa, tanitib qolibsa, qachida bir rekatni o'qidi. Bir rekatni shuna o'qiyotgan ko'rganlar, bir rekat o'tir o'qiydi deb turgancha. Rasululloh bir rekat o'qigan, emas o'qiymas. Lekin uning oldida unda o'qiydi. Sanma shuna uning oldida 2 rekatdan 2 rekat bunda namoz o'qigan bo'lsam, 1 rekat o'qsam bo'ldi. Bo'lmasa 2 rekat o'qimagan bo'lsam, yolg'iz 1 rekat o'qimaysan deb turganlar. Bu shu mazhab, hozir jumhur deb qaragan mazhab 1 rekat o'qsa bo'ldi deganlar, uning oldida 2 rekatlik namoz bor edi. İmam Ahmadmi uning oldida cho'qim 2 rekat o'qigan bo'lishing kerak. Endi 1 rekat o'qsam bo'ldi, lekin oldida 2 rekat o'qimagan bo'lsam, 1 rekat bo'lmaydi dedi. Çünkü Rasulullah oldida faqat namoz o'qimay, 1 rekatni bunda taqlamında 1 rekat o'tir o'qimagan. Va tarafdan bir rekat o'qish deb chin istig'olni azroq chiqdi. Uni ustiga va sayyidista fayda khashita as-subh fa'awtir bi wahida. Demak muqayyad qilib qo'ydi. Sen namoz o'qib kelding. Salatul layl matna va matna shnama. Fayda khashita as-subh fa'awtir bi wahida degani sen kechida zo'liq vaqtida masalan 2 rekatda o'qib kelding. Endi 2 rekat o'qiy deb turishingga g'achida azonning taraf turib qoldi, azon chiqib qolganlik bo'lgan ekan. G'achib 1 rekat o'qib olgan. Oxirgi namozdan vitr o'qish kerak bo'lgan ekan, g'achib 1 rekat o'qib olgan. Demak, qanday ahvolda sen tong etib qilishni ensirgan ahvolda 1 rekat o'qiysan. Boshqa ahvol 1 rekat o'qish taqa unga ruxsat qilmadi degan. Va hadis ibn Umar aydan radhiyallohu anhu an Nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu qala al-maghribu vitru salatin nahar. Bu hamda mushu masalaga chetishlik hadis. Bu Hanifi mazhab dalil qildi. Saymikan Muşi rivayet mi yani bir rivayet mi? Yani bir rivayeti sayıldı. Lafzı okşamadan bir rivayet var. Kündüzde şamımızı şirket dışına mı? Bu kündüzün vetri dep karasa, keçinin vetri şunu okşaş diyenken şirket diyenge. Abu Hanife delil kıldı mı? Vetrinin şirket okuysa. Ya karşılığında kıyas değil mi? Fedabel olma. Demek hadisler şunda bir tüküvetlerdir. Tüküvetemem de Muşi hadisler bunda kegelikte ıhtılap oldu dedi. Ama ana yani bir mazhep delil olgan Seyyen'de hadis var. Hazreti Ayşe'nin hadisinde bir rivayetinde Resulullah'ın kişide okuyan namazını sorsa kâne yusalli erba'an la tes'al an husnihinne ve tulihinne sümme yusalli erba'an la tes'al an husnihinne ve tulihinne sümme yusalli thalâten demek şirketine bir okuyup 4 rekat bir andı 3 rekat demek veteriner şu çağda 3 rekat okuyan demek 8 rekat taravih ki kişilik neblu olsa 3 rekat veter Baba Bukhari Müslim'deki hadis muttafaqun alayh. Lekin buni ekanmidi. Demak, bu nima kitobda odatda ba'zilarda ya diqqatlilikdan bo'ldi yoki mush kitob foydalangan Ibn Abdulbarning kitoblarida emas. Sizlarda bunday kitoblar ekanmagan bo'lsa, bu qatorda agishib ekanmay qoldi. Amaliyotda Hanifi mazhabining kuchli dalillaridan birisi. Shirkat o'qidi qoldi. Qadabal olaman fi hadis ahadith madhabat tarjih. Demak, tarjih qilish yo'lini tutdi olimlar. Faman zaba ila anna al-witr rak'atun wahida. Witr degan 1 rekat bo'ldi deb qaraganlar. Famasiran ila qawlihi sallallohu alayhi vasallam fa idha khashita as-subha fa'awtir bi wahida. 1 rekat o'qsin bo'ldi deb qaraganlar. Mushahidasini dalil qildi. Amaliyotda bu dalil bo'lish uchun sal vaqt var. Chunki qayd bor. Sen kecha namoz o'qib o'tib, vaqt qisilib qolsa 1 rekat o'qidi. Xuddi bu nimaga o'xshaydi desa, asrning vaqtini sadaqa isfirar deydi. Isfirarning vaqti durur deydi bular. Mushumi vaqti durur. Ya'ni tong etish qisilib qolganida 1 rekat o'qi. Lekin qisilmaganingcha jiqroq o'qi.
وإلى حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يوتر بواحدة. Demek bir rekat vitr o'qiydi degan mushadisni bayon qildi. Bir rekat o'qiydi degani shu shunday ahvolda bomdodda azan chiqib qilish yo tong etib qilish ansiga ahvolda o'qigan bo'libdi. Buni oldin o'qib boshqa namozni ikkinchi kunda o'qigan albatta. ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها. Shuni salom bermay o'tirdi. Ulablam o'qitdi deganlar va qasara hukmal vitr ala thalath faqat 3 rekatlan bo'ladi o'tir deganlar Abu Hanifa deydi. Falaysa yasihhu lahu an yahtajja bi shay'in mimma fi hadha al-bab. Yuqoridagi hadislar demakchi. Yuqori biz deb o'tgan hadislarning birini dalil qilinmaydi, tuzuk dalil bo'lmaydi deydi. Yana kullaha taqtadi at-takhir. Chunki yuqoridagilar hammasi buni qilsam bo'ldi, buni qilsam bo'ldi deb ixtiyorlik berganligini bildirdi. Ma'ada hadis ibn Umar annahu qala sallallohu alayhi vasallam al-maghribu vitru salatin nahar. Mushadisdan boshqa dalil bo'lmaydi. Ma'adis hamda 3 rekatlikda nas. Fa inna li Abi Hanifa yaqul, ana mushadisdan boshqa yo'q. Ana Abu Hanifa nima deyishi mumkin ma'adisda? Innahu idza shubbiha shay'un bi shay'. Bir narsa o'xshatsa, o'xshatgan chaqda va ju'ila hukmuhuma wahidan, ikkisi hukmi o'xshash bir qilinsa, kana mushabbahu bihi ahra an yakuna bi tilka sifa. Mushabbahun bihi ashu sifatga bakrak haqli qiladi. Mushabbahun bihi da vajshaba aqwa bo'ldi. Al-Maghrib vitru salatin nahar, yani ki adır vitrga Maghribni o'xshatadi. Vitr mushabbahun bihi. Shunami? Hadisning lafzi bo'yicha. Al-Maghrib vitru salatin nahar, yani ki shu kechidagi vitrning ma kunduzlikisi degan gap. Kechidagi qiyos qilyapti. Vitr mushabbahun bihi. Vitr mushabbahun bihi, yani bunun da aqwa demak. 3 rekatlik adır vitrda aqwa ma'no. Yani namazshanda 3 rekat, namazshanda 3 rekat bo'lishi bak muakkad qildi. Hammalar unutib. Lekin bu şirket bo'lishi vitrda bakrak kuchliq mushabbahun bihi. ولما شبهت المغرب بوتر صلاة الليل وكان ثلاثا وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلاثا. Demek keçinin şirketga o'xshatgan bo'lg'achqa keçinin şirket vitri texmo bakrak muakkad bo'lishi kerak dedi. Lekin bayatınqa hadisma Abu Hanifa dil bo'lalaydi. Kamisalda arba'an la tasalan husninna va tulinna va arba'an dab ayda va yusalli thalathan dedi. Lekin muttafaqun alayhi hadis olsa uni ekanmidi. Bunda ajiz ba'zi gap hadisni eklab uni soqib qo'ymoqman. Avamda alaqa shirkatlar bo'ldi boshqa so'nmaydi degan dal bo'lmasmi? Lekin Rasululloh shirkat o'qigan mana. Mushun tanlayman deb ching turib olsa, u ma'qul. Chunki ma'lumi 7 rekat, 9 rekat, 1 rekat degandan 1 rekat o'qiyman deganni tanlab turib oldi. Nima? Lekin Abu Hanifa shirkat o'qiydigan tanlab olsa, mayli. Mushuldan tamashil. مذهب مالك تبتو فإنه تمسك في هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم لم يوتر قط إلا في إثر شفع فرأى أن ذلك من سنة الوتر وأن أقل ذلك ركعتان. إمام مالك وأنا رسول الله هرگز bir rekat yalğızında bitir o'qmoqmagan. Cho'qim oldida 2 rekat yo 4 rekat unda namozni batda o'qigandan keyin unda o'qigan. Shunga eng az deganda 2 rekat namoz o'qitib ondan o'qish kerak edi. Lekin bu 2 rekat vitrmi? Vitr emasmi? Ya 1 rekat yalğız vitrmi? Mana masala. Fal vitru indahu ala al-haqiqa. Ya vitr İmam Malik nazarda aşı tak degan aşı ma'nosida. İmma yakuna rak'atan wahidan. Demak tak degan mazmunda demak. Yani 3 rekat o'zim tak bo'ldi-ku, 5 rekat o'zim tak bo'ldi. Ya 1 rekat bo'ldi-ku, 1 rekat olib qolsa oldida 2 rekat cho'qim, oldida 2 rekat yoki boshqa necha rekat bo'lish kerak deydi. Jup namoz bo'lish kerak. 4 rekat olamdi, 2 rekat olamdi, 6 rekat olamdi, jup namoz o'qilib bo'lgan bo'lish kerak. Yoki deydi, annal vitral ma'mur bihi va ishtimal ala shaf'an va vitrin. Yoki buyurgan, ya'ni islom buyurgan vitr namozi jup va taq namozni o'z ichiga oldi. Yani bir qancha rakatni o'z ichiga oldi. Oxiri yani to'plami taq bo'lish kerak degan bunda tushunsa, fa innahu idza zida ala shaf'i va vitrun sara al-kullu vitran. Demak, 2 rekatdan jup o'qib, kim 1 rekatlam o'qsa, butun o'qigan namozning hammasini bildi, taq bo'ladi. Menda tushunsin bo'ldi deydi. Birincisida shu 1 deganni oldi. Taq degan emas, 1 rekat degan ma'noda oldi. Lekin shartda oldida 2 rekat o'qish kerak. Chunki Rasululloh shunda shaklda o'qigan. Bu vitrga qatmaya. Bu vitr emas, u nafl namoz. Lekin oldida 2 rekat sunnat ya nafl namoz o'tib ketish kerak. Ondan 1 rekat o'qsam o'tsin. Chunki Rasululloh shunda o'qigan. Oldida namoz o'qimaylar, 1 rekatni taqlab bundalam o'qigan emas. Buni shart qildi. Shu Rasulullohning sallallohu alayhi va sallam deganga taqab turib. İkincisi, toplam olmasa uni taq
degan ma'noni oldi. Demak, juft namoz o'qib bo'lib, 2 rakat olamdi, 8 rakat olamdi emassan. 1 rakat yo 3 rakat o'qsang, hammasi taqlab ketdi. Yani vitr oldu. Ve eşhedü hadal madhab hadis Abdullah ibn Qays al-Mutaqaddim. Abdullah ibn Qays'ta deganda 4 ve 3, 6 ve 3 demek aş 4 namazı vitrga çevirdi. Tamam, 7 rakat vitr oldu. Hamda فإنه سمى الوتر فيه العدة المركبة من شفع وتر. Demek 4 bilan 3'ni birga qatib vitr dedi. 8 bilan 3'ni qatib vitr dedi. Al-adl murakkaba 4 sanning birikmasini bunda qatib atadi deydi. ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة. عندك بالركعة لا ماشي وترول، لكن أنه قال ده إشكال كان نماز قام بالشهر ديان ما خرج شو نمدل البلاد يدوس أنه كان يقول كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء. قال ده نماز قام أيضا بشركة خندا وتر قيده دبتكن. وأي شيء يوتر له ونمس أنه تقوم بخشين. قال ده سن نماز قام بوسام بشركة أقسام أقل نماز قامه takbirdo degan mudarris var. Tutir laka ma qad sallayt degan hadis var. Ashfayda khashita subh fa'utir bi wahida tutir laka ma qad sallayt degan. Demak, oldin namoz o'qimasa nimani o'tir qilib qo'ymoqchi o yerda. Oldin bo'lsa, unda uni taqlab birdo degan ma'no. Ma so'zdan qarasak, Imom Malik shirkatni shu vitr deb qaraydi. Oldida namoz o'tgan bo'lishi kerak. Hozir Imom Malikning mazhabida xil bunda o'ylagan bo'lishi mumkin demoqchi mualliflar. Manda o'ylagan bo'lsa, manda o'ylagan bo'lsa, magipi shuningga dalil bo'ldi. Vaqad qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tutiru lahu ma qad sallam. Burun o'qigan namozini taqbirdo dedi. Bir rakat o'qigan namoz. Oldida cho'qim namoz o'qigan bo'lishi kerak degan. فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن الوتر الشرعي شريعة بلغنجا وتر نمد مشاذر والعدل الوتري نفسه يعني غير المركب من الشفع والوتر. أشوف بالركعة تق بالركعة لام يلغز بالركعة بس يتم ركعة تام ده شو الشريعة بلغن وتر شو ده. وذلك أن هذا هو وتر لغيره. عندهم بو باشقا جبت نمازنا تق بردغن نماز. وهذا التأويل عليه أولى. بالركعة أقصى لك ألدا شوفهم نماز أقام بولشين كراكت. عند ألدا أقام نمازنا شكركة توتركة ألتركة توسا ما بالركعة أيرم أقام نكين آج نمازنا هم من تقب بردم. يعني تبلا من بولد هذا تقبل ده. من ده شنسك إمام مالك نك أساسا من شنو يقرأته. والحق في هذا أن ظاهر هذا الأحاديث والحق لكن شنو ما ترجيح مؤلف هذا الترجيح الوصل. مشاهدة لنا كرنب توغن نما يقتضي التخير في صفة الوتر من الواحدة إلى 9 بالركعة تنتهي 9 ركعة قدر قند أقسام ميلاد اختيار لكم بالوتر على ما روي ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله شركتين رواية قلنغان أساس لنسا شunda ko'zda o'tadi. Mushu to'g'ri tarjih zali. Ya'ni bir rakat o'qilib rivoyat qilgan bo'lsa, bir rakatdan bo'ldi, boshqasi bo'lmaydi deb turasiz bo'lmaydi. 3 rakat o'qilib hadisga asosan 3 rakatdan o'qisan deb turasiz bo'lmaydi. Hadisda kelgan bo'yicha hammasi ixtiyorlikda. Hammadan sharoitga qarab, imkoniyatga qarab. Va nazaru innama huwa fi. Demak, men tarjih qilib masalan tuyutyaptadir. Lekin bu yerda nimani tadqiq qilsa qoldi deydi. Ya tadqiq qilingan nimadan? Hal min shartil vitr an yataqaddamu shaf'un munfasil am laysa zalika min sharti. Vitr ay bir rakat olsun, unda taq o'qilgan vitrning oldida 2 rakat yoki boshqa 4 rakat deydi, jup o'qilgan namoz burun o'tib ketgan bo'lishi shartmi? Imom Malik degandek aytdi. Fayush bu ayol. Demak, bu yerda natijaning bo'ldi bir rakat yolg'iz bir o'qibdi birisi. Oldi jup o'qilgan shart deb qolsa, mana vitr bo'lmadi, qilmashmadi. 1 rakat namoz yo'q. Oldidan da shart emas desa, 1 rakat vitr bo'ldi deymiz. Fayush bu an yuqalan manda desekmi, xala tushib qoladi deydi. Dalga min sharti, ya'ni sharti desekmi, xala o'xshab qoladi. Liannahu hakaza kana vitr Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasulullohning vitri shunday. Rasululloh sallallohu kama ra'aytumuni usalli dedimi? Yani ki bu bayan olgan iken bunda şart divasımı qımlışıdı. Ve iş bu en yuqala leysa zalika min sharti. Yo'q, bu unda emasdi desimi, bu mu qamlışıp qoldi? Nima uchun? Yani Müslüman qad kharraja annahu sallallohu alayhi vasallam kana idan taha ila al-witr ayqaza Aisha awtarat. Çünkü Müslim Sayyid rivoyatida Rasulullah kecha namoz o'qib kelib vitr kelgan chaqda Aishani uyg'otdi. O'g'asi Aishani qubab vitr o'qitdi. Lekin
Mana vecid istidlalı fihi nazar. Çünkü Resulullah bir rekat okudu deb yo'q muyada. Mana Resulullah 4 rekat o'qib, 4 rekat o'qib, ondan 3 rekat o'qigancha o'g'asa, Hazrat Aishim 3 rekat o'qigan bo'ldi. Ya da avtarat bi vahid deb yo'q. Ma vecid istidlal qamlashmadi mana. Endi bu Müslümlar rivoyat qilgan Buxoriydan bor. Muttafaqun alayhi. Wa zahiru annahu kanat tutir dunan tuqaddima ala witriha shafa'an. Bu mu tazayyan qamlashma. Ya oldida o namoz o'qimagan, balki ichkariga o'qib ketgan bo'ldi. Islom uzroq o'qsa, keyin oxirida o'qitib undan bil o'qigan bo'ldi. Avtarat endi bir rekatda zahirda turolmoqchi. Hamiyatda bir rekatda zahir emas. 3 rekatda zahir bo'lishi mumkin çünkü Rasulullohning Hazrat Oyshaning rivoyatini arba'an summa talatan dedi. Dawan kim bu herkes onunla delil bulanmaydı. Bu aydan faydına qad kharaja min tariqa Aisha radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kan yutir bitis rak'at mana. Yeclis fi thamina ve tasi'a. 8-ci otururken 9-ci otururken. Biz mesela 3 rekat o'qisak, 2-ci oturumuz, 3-cü oturumuz var, şunu o'xshash. Ve la yusallim illa fi tasi'a. Demek 9 rekatni birlam o'qidi degan. Bir salam. Rekatda o'tirib 8-ci rekatda o'tirib, ondan 9-ci rekatda yana bir o'tirib salam berdi. Sonra yusalli rak'atayn ve huwa jalis. Endi o'tirib turiblam 2 rekat o'qitdi. Fatilga 11 rak'at. Endi o'tirib turib o'qitdi degan nima? Rasululloh yashinib qolgan chaqda. Masalan, 11 rekat o'qidim da ba'zanda bo'ldi qilay debdi deydi. Ya charchabdi, yeribdi. Shundaki ondan yana bir endi vaqt borken 2 rekat o'qitdi ya. Dedi, lekin charchab qolgan nima? Nabni o'tirib o'qsan da uzrlik yashinib qolgan, kasalja masalan. Bunda holatda o'tirib o'qsa bo'ldi emasmi? 2 rekat o'qadi. Ya'ni vitr o'qib qolgandan keyin nafl o'q. Ya'ni 2 rekat nafl o'qidi. Nafl o'qsa bo'ldi, joiz. Buna ayg'ana chog'da jumlasin bo'ldi. Jumhurning qarashida, ya'ni jumla jumlaydi. Bo'ldi katta. Bo'ldi. İslam'ın namazının ahire ötürülen nimqesin degan birinci. Ahirda o'qidi. Keyin hamda yani 2 rekat o'qib kelib qoldi. Mayli. Lekin vitrni qaytarib o'qimaydi. Ana uni jumlaytında 1 rekat ayrim o'qib, 1 rekatında ayrim o'qish yo'q. Ya bundan 2 rekat sunnat emasmi? Fatilga 11 rakat. Salatul laylga Rasulullahning kechlik namozini da'vat etdi. Anda Bilal kelib azan to'sa 2 rekat o'qib unda yana yotdi deb u boshqa. Falamma asanna waqda lahm awtara bi 7 rak'atin. Tahama Baksamir ibn ketgan chaqda, yashim qolgan chaqda 7 rekatga tushdi. Lam yajlis illa fi as-sadisa va as-sabi'a va lam yusallim illa fi as-sabi'a. Ana. Thumma yusalli rak'atayn wa huwa jaliz. Antum o'tirib turib 2 rekatni o'qitdi. Fatilka 9 rak'at. Demak, ayog'ida 9 rekatga tushiribdi. Rasulullohning sanab ketgan. Ha. Ana yaşangan çağda yaşlarının erketi bulmagan iken, to'la erkek bulmagan iken, mesela unda go'shqindiga qoldi. Etilib go'shqinib qoldi. Ko'pincha o'sha 40 tun oshgan odamni qarasangiz, semizroq bo'ldi. Yaşlar qarab. Yaşliga erkek qilib turdi, bir tarafdan energiya ko'p turdi. Hazrat Oysha shunday degan-ku, Rasulullohdan burun musobaqalashgan chaqda men o'tib ketgan, keyin men samirib qolgan chaqda men borgan deb tushunaman. وهذا الحديث الوتر فيه متقدم على الشفع. Mana ma'rifda keyingi 2 rekat o'qigan juft namozog'i bundan ilgari vitr o'qib bo'ldi, ama ففي حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع. Oldu deganmida debdi. Lekin amaliyotda vitrning oldida shu 9 rekat o'qimiz 8 rekat bir shart o'tib bo'ldi. Hozir masalan o 9 rekat o'qigan 1 rekatla o'qib anda 2 rekat o'qigan bo'lsa, mana tushdi. Hozir u oxirgi ayam bilan qarimiz yo'q hozir. Oldida o'tganlar. Shu rekat o'qisak mı oldida rekat shafaz bo'ldi? Shafaz bo'ldi shu. Va shaf'a wal batr. ومن الحجة في ذلك ما روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ما اسمنا أنا بمذهبك دل سمع الشركة من ده أخيته أنا كان ده كلده ده كيفن جاهل ده ديان ما من شخدا من ما ده شو الشركة نمو أخيده ديان نبلغ البرتاdır نمو أقسم أيضا قرآن كم آياتنا lekin hozir ayni o'qish kerak afzal. Çünkü Rasululloh shunda o'qigan deganga dalil bo'lib ketdi. Bu hadisdan hukmi ekan, sahih ekan. Shunga Hanbali mazhabda olib o'tishamiz. Bunda taqdirda o'qiydi. Ramazonda-chi
Vitri shirkat o'qib, mushu shurini o'qiydi. Salafiy qarindoshlar. Yana bir rivoyat bor, Alloh bilan muavvizataynni 3-rakatga o'qish. Bu Shafiy mazhab olur. Va an Aisha mislahu va qalat fi thalitha bi qul huvallohu ahad wal muavvizatayn. Bu Imom Shafiy mushuni oladi. Shurni aqib barakatmi? Barakat qiling. Bu mo sayyid ismi. Demak, ma yuqoriga nima o'tib ketdi? Buni ham da shu muallif tarjih qilganda 990 bo'ldi, 95 90 bo'ldi, 390 bo'ldi. Bir rekat o'qisanmaydi ba'zi vaqtda. Mayli bo'pti. O'rin bo'lgandan Sen avom xalqqa nisbatan avom xalqning aslida masjidda unda o'qishimiz bir xil bunda qilib boshqa nima o'zi yaxshi ekan-ku. Yezbaslik bo'lmaslik uchun. Uch rekat degan bir muvofiq tanlashgan o'sha. Jiqmamas azmamas. Hamma damga uyg'un keldigan yaxshi tanlashgan. Masalan, Ramazonda tarovihda vitr o'qishilib qolsa, jiq o'qisan, ba'ziga va qo'shaqdan bilan ba'ziga qo'shaqmaydi. Bizlarga o'qib qo'ysin, bakdan cho'lto'lab qoldi. Shirkat normal engil bo'ldi ekan. Chunki sen o'qisan, hamma qarash bo'yicha har xilni javob o'qiy olmaysan-da. Cho'qim bizni tanlaysan uni. Tanlashdiki, shuning ma'lum bir nimada bo'lish kerak. Va amma vaqtuhu vitrning vaqti keldi. فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. بهذا محل اتفاق بقى. دينكين كان أتقن قدر أقيساد. لورود ذلك من طرق شتى عنه صلى الله عليه وسلم. شنو برقانش الله أرقلق رسول الله ده من هناك كرسد مكاجان. ومن أثبت ما في ذلك ما أخرجه مسلم. من أن جلت أن صحيح بغن حديث لازم بره. إمام مسلم رواية عن أبي نضر العوفي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرهم أنهم أبا سعيد أبو سعيد الخدري ها؟ أبي نضر يا أبي نضر العوفي أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال الوتر قبل الصبح وتر ديگان تان اتشتن الگرم okuduğu depti. Bu nasımdır. Vaqt belgileshda nas edi ko'rsatib qo'ydi. Shunga ittifoq var. Mesela ittifoqa deganimiz nima? Xuftandan keyin tong atgan qadar o'qisang vitr bo'ldi. Chataq yo'qdi. Hammasi. Endi ixtilof bo'lgan o'rin qaysi? Bomdatdan keyin o'qishda ixtilof. بعد الفجر مثلا بعد صلاة الفجر mi? Tong atgandan keyin yoki namozdan keyin demoqchi. Namozdan burun. Mesela azam bilan o'g'inibdi birisi. Vitr o'qimabdi ekan. Ba'zida ham vitr o'qibdi. Andan bundan mushkilga sunnatni o'qib, andan bundan farzni o'qiysa deyishi mumkin. Ba'zilar bo'ldi ketdi. Vitr vaqti ketdi bo'ldi deb o'tirish mumkin. Faqawmun mana'u zalik mana. Vaqt ketdi xolos. Va qawmun ajazu. Ya o'qsang bo'ldi deb. Ma lam yusalli as-subh. Mana. Bandat o'qigan qadar deb bog'lab qo'ydi. وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله وسفيان الثوري وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله. İkinci qarash hozir bomdat namozni o'qigan qadar o'qisan bo'ldi degani jumhurning qarashi. Va sabab ixtilafihim mu'aradat amal as-sahaba fi zalika bil athar. Sahabalarningki mushahidlarga amal qilishi o'xshash bo'lmagan. Va dagana zahir al-athar ularda fi zalik taqtadi alla yajuz an yusalla ba'da as-subh. Demak, hadisning aniq qanday shundan chiqib turgan mazmunini qarasak, bomdatga o'xshab bo'lmaydi. Al-vitr qabla as-subh nas shunami? كحديث أبي نضر المتقدم أبو نضرنا أبو سعيد رواية الحديث وحديث خارج بن الحذافة العدوي نص في هذا خرجه أبو داود وفيه وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. إن الله جعلكم صلاة قال الشغل من أبو مناس وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. بو خدها لقى جبريل نماز قب الوقت ما بين هذين جملة أخشش بس وقت نماز وقت بيكتوا ما هو بترنا وقت بيكتياديس. Yani bununki okusan bulduğu belki kaza da okusun mümkün. Lakin o qada olmaydı. Ve la hilafe beyne ehlil usul. Yani usul fıkıh alimler ise de ihtilaf yok. Enne ma ba'da iladin kinki mezmun deydi. Bi hilaf ma qabla. Bunda ilgirikinden okşayıp bulmaydı. Fecrgiçe okusan buldu, fecrden ki okusan bulmaydı diyen buldu. İza kanet gaye olup qalsa. وأن هذا وإن كان من باب دليل الخطاب هذا مش استدلال دليل الخطاب داير كردوش تمام يعني بمنتين كم بميدو دين مزمن خطة فهو من أنواع المتفق عليها يعني مشو أهوال الله ده دليل الخطاب كمان يعني في مذهب ما أقول كأجير بقى يعني مش إلى
degandek bunda ahvollarda demek. Bunda muhtaç olmaydan neresi olan kesin. Nasıl diyorsun buldu? Mesela mağda ila emniyetli alfaz degan ma'diske asasen diga a al-vitr qabla as-subh deganga asasen unda g'oya dalil xitob degan gap yo'q. Nasıl? Demek mana summa atimus siyama lil-layl deganda ammada. Yani kechishda keshaman kunduzning oyog'idan tutaqdan. Kechgacha ro'za tutishunda shu. Davom ekan bu bir xil ittifoq kelgan turining da ekan dalil xitobning bir qancha turi bor. Mafhum muvafaqa, mafhum muxalafa deb tarmoqlarda tekshirsa, ba'zi ittifoq kelganlar bo'lgan. Shuni da kirdi demak. Bunun tafsilati usul fiqhda ve qawluhu ilal marafiq. Mana ilal marafiq deganim shunda. Hangimizda balki jaynakning juyisi dedi. Shunama jaynakkicha deb to'xtab qolganlim bo'ldi. Jaynakni juymsam bo'ldi deb. Ekan uning bizda bir siziq olmagan ekan, nega to'xtatib, nega eshib ketmisin bo'ldi deydigan. Siziq olmagan ekan, buni sal kam qilib qolmasin deb biz birga juyitimiz dedi. Jaynak kirmaydi buni degan. Shunama Lahla bayna olma anna ma ba'da al-g'oya bi khilaf al-g'oya. Demak, kecha va kunduzga o'xshamaydi. Tong atqandan keyingi vaqt unda ilgariga o'xshamaydi. Bunda ittifoq. Va amma al-amal mukhalif fi zalika al-athar. Endi hadisga zid kelib qolgan amal shu, ya'ni sahobalarning sharikatlari deydi. Fa inna ruyan ibn Mas'ud ibn Abbas wa Ubada ibn as-Samit wa Hudhayfa wa Abu Darda wa Aisha radhiyallahu anhum annahum kanu yutiruna ba'da al-fajr wa qabla salati as-subh. Bular yani al sabın sanadama bular bamdatdan kimmo tanatqandan keyin bamdan o'qishtilgan shu arliqda vitr o'qilar ekan. Wa lam yurwa an ghayri min as-sahaba khilafu hada. Sahabalardan boshqalardan bunga xilaf bir voqea rivoyat qilmoqda. Yani başkaları hem de cahide okuyorken kim rivayet kılıp utamaydı. Bu bir çatak çıkmagan iken normal onda okuyanını okutuyorlar. Bunun aşkında bir rivayet kılıp etmeydi mi? Yani Resulullah'ın hadis tutsa böyle gidiyor. Nasıl olgan iken şu boyunca amal kılıp cahil kitiverdi iş. Yani Mevla bazı okuyanma uflap kalan boyutu. Ki yandan kaza kıyıkan boyutu. Ya o icmada turağıda bir yapamaz. Yani icma da bunda çinatıdadır. İcmada konuşmanın kendisinde icma diyendek kılvatır. Ve kad ra'a kavmun enne metlâda huve dâfilun fî bâbil icmâ. İcma da zikirte deptur oldular. Ve la ma'na lihâda bu bir manilik ma'munda deptur oldular. Fe innehu leyse yunsabu ila sâkitin kavlu qailin. La yunsabu ila sâkitin kavlun diyen kaide usuliyya mı ya kaide fıkhiyya mı? Bu kaide kubra emas. Kavaid fıkhiyenin kavaid kubra emas. Kaide fıkhiye cüz'iye deydi. Yani bunun bir tarmıqı var. Velakin nesukut fi ma'radil haceti ilal bayani bayan. Gap qilishing kerak bo'lg'aya jim turib olsang, bu chaqda bayon qilgan bo'lsa. Son qiz o'g'lima, siz rozimi deb so'z jim turib olsa, rozi bo'lganligim bo'ladi. Chunki yani bir narsa deyish kerakda. Demak jim turgan ekan ma'qul degan. Shuni bedetdimi? 15 azanı bizsa kemmay ya kilipçim oturursa, avaj olmay turursa ma'qul deganligim bo'ladi. Chunki sen ba'zi bildirish kerak bo'lg'aya jim turib olding. Yani unda olsam, yani dindan, yani e'tirozim yo'q degan gapmi shu. Ma'qul deganligini bildiradi. Falani ba'mitda shu so'randa batdi. Gap qilmadimi, gap qilmadi. Shukdimi, shukdi. Unda olsa, razulabdamiz degan ma'noda. Lekin normal ahvolda, unda ma'radil haj bo'lib ketmadi. Normal ahvolda jim turganimga manda dedi, demedi degan. Hozir men hozir demak yo'g'ini oltaylanda yana qipa chiqdi. Boshqildan yana qipa chiqmagan, lekin uningdan qarshi fazi bo'lmagan ekan, shuni ma'qul deb bergan bo'ldi. Shuni hammasi ijmo demoqchiman. Bu manda bir kuchab chiqdi ijmo. Amana wala ma'na li hada. Fa innahu laysa yunsabu ila sakitin qawl qa'ilan, ani annahu laysa yunsabu ila al-ijma' man lam yu'raf lahu qawlun fil mas'ala. Demek nurg'un Abraham'ın sahabının içinde onun bir eniq ifadin gibi olmasa onu müşün icmada koymaz. Ama hadin mesele fekeyfe yasihhan yuqal innehu lem yurva fi zalika khilafun an as-sahaba. Lekin bu meseleden de bu sahabının oltaylarında rivayet kılıngan vakalikka xilaf bir nima kelib qolmadi deb qanday degil oldu. Keldi mi gelmedi mi? Elbette geldi.
وأي خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث. مثلا الوتر قبل الصبح ده رواية قلنا ما. Ondan ilahi tal fajrda bir rivoyat qildi. Shu rivoyatdan sahobalar muhaddis og'zidan chiqqanda, tamam, bo'ldi emas. Xilofada keldimi, keldi. Ma kitobda mana shunday yeri biz boshqacha yerdan foydalanmasak, bunda bir yerdan bunda yerdan foydalansa, kitobdan to'liq foydalanmaydi. Amaliyotda bunda deb qolsa jim turib qolgan gapmi shu? Boshqacha 6 sahobaning ba'zi masalani deymizga 20 sahobadan 40 sahobalar rivoyat qilgan mana. Deblar undan boshqasi yo'q hisob qiladigan yerlar bor. Aqmaydi. Demek hadisni rivoyat qilganligi ashun xilof gap qilganligi ashun. Men bu hadisni olima degan gap ashun. Undan keyin xilof rivoyat qilindi deymiz. Ya'ni xilofuhum li haula alladin ajazu salatul witr ba'da al-fajr. Va ajazu deyishmi to'g'ri kelmaydi buni endi. Nari ulu men joiz ko'raman shu joizda bunda vaqt o'qidim, bamdatdan ilgari o'qimayman degan gap yo'q bu yerda. Bu faqat unda o'qiyolmay qilib, uxlab qilib o'qigan bo'lishi mumkin. O'qimagandan yaxshidir. Qazosini qilgan gap, qazo. Yok bu sahabe bazı uxlab qilib, andan vitr o'qiyolmay qilib, qazosini qilib chiqqan desak, joyi chiqib ketadi. Nurg'unlari unda qazo qilmay o'qib chiqqan. Vallazi andi fi hada, mening o'zimning ko'z qarashim, tarjihim. Anna hada min fi'lin laysa mukhalifan lil athar waridati fi dalik. Bu hadisi zikirmay dergiz. Yani fi icazati muvati ba'da al-fajr. Yani icazımı demaydi buni. Tang atqandan keyin bamda namazdan ilgari vitrni o'qiyapti bular. Bel icazetim derken o minbabil qada. İcazeti caiz depti nimasi? Qaza qilishni caiz deganlar. La minbabil ada. Ada qildik deb o'qdim unda aniq bir ifoda keldim oldu ya. Ve inma yakun qawlum khilaful athar law ja'alu salatahu ba'da al-fajr min babil ada. Demek aşular bazıları tang atqandan keyin vitr o'qidik. Biz shu ada oldu deb o'qiyotimiz, qazo emas degan bir ifoda keldi. Bu menda qaraydi ekan deydi. Qulduğunda ifoda ekan bile faqat uxlab qilib qazosini qilgan bilan o'xshash. وإنما يتطرق الخلاف في هذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا يعني غير أمر الأداء. يعني بهذا اختلاف قلش كريك ولا بقاسة من دا مسألة كليب çıkıyor. Bu ötkenki meselede debutek etti. Yani ada qilishga ayrim bir buyruq, qazo qilishga ayrim bir buyruq kerakmi yoki ada qilish qilgan buyruq, qazo qilish qilgan buyruqni o'zi shumi? Mesela qimus salat dedi. Vaqimus salat degandan inna salat kana min kitobi mavquda degan. Vaqti belgilab qo'ygandan keyin uni vaqti ketgan chaqda, ya'ni qazosini qiling degan gap chiqamdi. Qimus salatni. Ya uning andan boshqa bir dalil kerakmi? Masalan Rasululloh qilgandan kun chiqqandan keyin o'qigan ahvolda yo Xandak urushidagi ahvolda yoki vaqtda Abdul Qays kelganda 2 rakat sunnatni o'qidiga asrdan keyin. Anundek bunda ayrim dalil kerakmi degan masala kelib chiqdi deydi. Va hada ta'wil bihim al-yaq. Manda ta'wil qilib qolsak ash'al sabrin kelganga bu sal shudir bu. Fayn aktar ma nuqila anhum hada al-madhhab. Ulardan naql qilingan ahvollar ko'pincha ahvolda mushunda shaklda naql qilingan. Ya'ni nima demoqchi desa, min annahum ubsiru yaqduna al-witr qabla as-salat. Demak, ularni ko'rganlar nima ahvolda ko'rgan? Bamdatdan ilgari vitrning qazosini o'qishni ko'rdi. Shama ado qildik deb o'qishni ko'rmadi. Va ba'da al-fajr, bamdatdan keyin deydi. وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه bu vaqtda nimarak azadrak bir so'z naql qilinibdi. Inna vaqtal vitr min ba'd al-asha al-akhira ila salat as-subh. فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع من ذكر. Demek İbn Mesud'dan bunda rivayet qilinibdi. Yani bu deganlik Hazrat İbn Mesud'dan bunda rivayet qilganlik altaylan hammasi bunda qaraydi deganini bildiramdi. Ular unda qaramaydi, lekin biz vaqt o'tib ketsin qazosini qo'lida deb o'qidik deyish mumkin deydi. فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع من ذكرنا من الصحابة. Demek ashabın hammasi şu İbn Mesud degandek qarishi notayin. Unda o'ylab ketmasak mumkin deydi. İla salat subh adavulda demek geldi İbn Mesud. Yani bu İbn Mesud bamdatçı adavulda depti. Lekin altayla bamdatçı o'qibdi uni. Demek altaylarning qarashimi bamdatçı adavulda degan qarash bo'lish kerakmi? Yo'q. Ular tang atqichi vaqt vatdi, lekin biz tang atqichi o'qiyolmabdik, uni qazosini o'qidik, o'qib bo'lishi mumkin. Annahu yadabadamadi. Min qibala annahu ubsira yusalli witra ba'da al-fajr. Tang atqandan keyin bamdat namoz o'qishga ilgari vitr o'qiyotganligini ko'riblar. Cho'qim bulami Ibn Mas'ud degandek vaqti Fatiha deb o'ylab o'qidi degil bo'lmaydi. Bu qazo qildi deb o'qigan bo'lishi mumkin. Bu Ibn Mas'udning qo'yishganda
Peygamber'in kalbinden çıkan gibi okusam ada oldu demek. Ada oldu demek şey. Ada oldu geldi adı bir masum çıktı. Peki 6 aylamda onda en akıp çıkmadı. Fakat okuallıkça okuallık belki kaza olsun. Yani namazını okup olandan kim yönde koçması Ya. İla salat var. Bazı salat ila ma bazı salat varmaz. Feyembagi en teteemmela sıfatan nakli fi zalika anhum. Demek 6 aylamda nakli kılgan çağda ola ada kıldık da kıldım o, kaza kıldık da kıldım. Ya gap mı kıldım. Mananga dikkat kılsın gerek. Yani bu veterine belki tan atkandan keyin. Hatta bazı qarashlarda bir sotka o'tib ketsa-mu, kelar kechida o'qiysan dedi Alloh. Nima qildi? Qazo bu. Bu xuddi nima o'xshaydi Rasululloh bamdan ish kerak ketdimi? Qarzidan qazo qildi. Ondan vaqti Abdul Qays kelgan chaqda peshining ish kerak ketini asrdan keyin qazosini qildi. Ama shunga o'xshash bir ish. Bu vaqtda kelgan o'quvlar bo'libdi. Savobidan mahrum qolmaydi deb munda qilishdi. Hamda veterinin vaqti keldi. 5 xil qarash var. Vaqat Hakim ibn al-Munzir, ibn al-Munzir kimda? Abu Bakr ibn al-Munzir sahibi kitap Al-Ijma' wal-Awsat wa ikhtilaf al-ulama fi waqt al-witr an an-nas 5 aqwal. Nas yani kim nas? Dastlabki ulamalardan 5 xil qarashni hikoya qildi. Minha al-qawlan al-mashhuran alladan zakartuhuma. Ötkenki iş qarash qasitda tang atqicha bomdaqcha. Tang atqicha bomdaqcha. Ish qarash. Demak, mashqisi mashhur. Uchinchi qarash annahu yusalli al-vitra wa in salla as-subha wa qawlu Tawus. Tawus bomdat o'qib qo'ygan bo'lsa-mu, vitrni o'qiydi debdi. To'rtinchi annahu yusalliha wa in tala'at ash-shams wa bihi qala Abu Thar wal Awza'i. Wal khamisu annahu yutir min al-laylati al-qabila wa qawlu Sa'id ibn Jubayr. Qaza deyishi mumkin. Lekin o'qiydi deb turibman. Lekin bu vaqtini litri deb mesela degan aniq ketgan. Aning qarta degan qaraganda vaqt ochiq deb turadi. Demak, buni qancha shu vaqt uzirgan sira yani o'qiysa degani nimani ko'rsatadi? Abu Hanifa'ning o'ziga yiqilishib qoldi. Chunki bu vojibdi deganga berib qoladi. O xil uzun vaqt ketsa-mu, qazosini qilsan deganda bir gap. Vojibga yig'ilishib qolsa, qazosini qildi. Qazosini qildi degan gap bor. Bu sunnat sonunda qazosini qilish kerak, vaqt ketdi, bu deb turamiz. Niyadamda ilgari ish qarash vaqti shu deb bekitgan emasmi? Lekin malni naql qilgan chaqda vaqti shu demabdi, lekin vitrni o'qiydi deb naql qilib qo'yibdi. Shuna bir azimda kan qo'yayotgan ekan bu. Aslında bakiyaz gapdir. وهذا الاختلاف إنما سببه اختلاف في تأكيد. Demek bu şu bek ta'kidlangan namoz mudda ya boshroq mudda, sunnat mudda ya vojib degan. Va qurbihi min darajatil fard mana. Faman ra'ahu aqrab awjaba al-qada fi zaman ab'ad an az-zaman mukhtas fi. Bakrak jalliqti deganlar uzroq zaman qadar suzab baqqan. Awjaba al-qada deb mana. Shu faman ra'ahu aqrab min al-fard. Ha, yani vojibga yaqin kelganlar hamda avjabal qado desak to'g'rimi shu qazosini qildi deydi. Chunki ayol ittifoq kelganiga aynimidan tang atqicha vaqt edi. Va qazosini qilishning musik. Va man ra'ahu ab'ad awjabal qado fi zaman aqrab. Yani vojiblikdan ijroq desa qisqa zaman bilan buni ishni bo'g'otdi deydi. Va man ra'ahu sunna kasair sunan adil sunnati o'sha sunnati deb qaraganlar da'fa indahul qado. Qazosini qilishning gapini qilmadi. Bo'ldi ketdi. Lekin sunnatning qazosini qilish bo'lamdi bunda. Qilamdiq bunda. Qiz bo'ldi nima bo'lmaydi. Mesela Rasululloh bundan shikirga farzini qazo o'qigancha shikirga sunnat o'qigan shu. Farzi ilgari o'qigan shu vaqtida. Demak sunnatni qazo qilgan shu. Shikirga sunnatni o'qib, endi shikirga farzini o'qidi. Agar sunnat qazo qilmaydi desak, shikirga sunnat o'qimaydi, shikirga farzini o'qisin. Masjidda namozni boshlab qo'ydi, biz sunnat o'qiymiz, masjidga qazo olsinlar. Qazo olgan masjid namozini o'qigan. Ya o'qisa bo'ldi. Unda cho'qim o'qish kerak, ya unda demasakmi o'qish bo'ldi. Chunki Rasululloh mayl degan. Sahabning o'qiganini ko'rib mayl degan gap bo'lmagan. Ya'ni bu mazhab iloji qilib sen bandadmi ilgirda o'qib olsa, farzni ilgari o'qib olsa, cho'qim qo'ldan bo'lmay o'qib ol. Bir rakat o'tib ketib qolsa kinaga ulgursa mayli deb. Endi bandadning farzni o'qib bo'lgandan keyin bo'lsa sunnat o'qimaysan. Lekin boshqa mazhabda sen boshda bak undan o'qimasang farz namozni joyida o'qib sunnatni o'qiganmagan bo'lsam, boshqa o'qisang mayli dedi. Chunki Rasululloh shu bir sahobaning bamdatdagi ish kirgan o'qiyotganligini ko'rib,
Yani cemaat bilan namoz o'qib bo'ldi. O'qib bo'ldi. Yani 2 rekat o'qigani ko'rib, bu bomda 4 rekat to'lab qoldimi, nima desa, shuni o'qiyapman, hozir o'qitamiz, gap qilmoqchi. Shundan unda mayli degan. Hozir shu Ibn Munzirning shu hozir bayon qilgan qarashlari shu avsat masalan ixtiloful ulamo degan kitobda masalan shu tafsiri bunda har bir qarashni egasiga mansub qilib bunda bayon qildi. Burunqa tabi'iylar, fuqahal amsar shuni odatda shu Mughni bilan Ibn Qudamaning Imom Naviyninki Majmu' degan kitoblari ashunda oladi. Lekin bu avsat degan kitobda hozir to'liq yo'q. Bir qismi nashr qilindi tabilab, ham bir qismi yo'q. Nashr qilinmaganda to'liq emas. Ya'ni nashr qilingan jiq emas. Cho'ng kitob bu 3 mujallad nashr qilingan bo'lishi mumkin, qolgani yo'q. Yani ixtilof olma deb bir kitob bor, ayrim u nashr qilinadi. U 5-6 mujallad bo'lishi mumkin. Avsatning ba'zi qismi bor, besilganlari bor. Al-Awsat Ibn al-Munzir desan chiqadi. Al-Awsat desam masalan Imom Buxoriyning Tarix al-Awsat, Tabaronining Mu'jam al-Awsat deb shunda qatash qilgan takrorlab mansam undan Al-Awsat Ibn al-Munzir deb chiqadi. Yoki qil hadis degan kategoriyani ichida chiqadi. Endi Rasululloh Abdul Qaysning vaqaligini 2 rekat nimani o'qidi-ku. Shuni o'qigandan keyin shundan qazosini qilish nimasi bor. İzil qada innama yajib fil vajibat. Mana niyada qazo degan vajibatda bo'ldi, sunnat olmaydi deganlar sunnat deb qarasa qazo qilmiz bo'ldi. Yani vitr sunnat deb qarasa qazo qilmiz bo'ldi. Bomdatchi o'qigandan keyin bo'ldi ketdi deydi. Lekin o qazo vajibat bilan bo'ldi turolmay sunnatdan bo'ldi desek bo'ldi-ku. Valada yaji ixtilafuhum fi qada salatul Eid liman fatathu. Demak nima ayt namozdimi sunnat yo vojib degan masaladami shunga o'xshash. Vojiblikqa yaqin bo'lsa qazosini qildi dedi. Ayt namoziga birisi ulgurmay yoki chiqib o'tib ketdi. Qazosini o'qimdi. Vojibdi deb sal vojiblikqa yaqin bo'lganlar qazosini o'qiydi. Ya sunnatda deganlar ya bo'ldi o'qimsin bo'ldi ketdi dedi. Buni namozdan qazosini o'qib ayrim o'qiydi. Yatazam hammadan jamoat o'qib qolibdi. U yolg'iz o'qiganmabdi. Endi o'qigan namaz deganida jamoat chiqmasmikan ikinchi jamoat. وينبغي ألا يفرق في هذا بين الندب والواجب. Mana yada muallifning tarjihi. Yani qazosini o'qish masalasida vojib bilan u mandubni o'tirib farq bo'lmasi kerak. Yani anna man ra'a anna al-qada fi al-wajib yakun bi amrin mutajaddid. Yani men demoqchi bo'lmaydi. Qazo qilishda yangi bir buyruq qilish kerak deb qaraganlar bu farzdagi masalaga mandubni shunda deb qarash kerak. O'xshash. Ve men ra'ana yajib bil amr al-awwal ay birinchi aqimus salat degandigilar mashonlan qazosini qilishmi shuni ishida deb qaraganlar mandubni shunda qarash kerak. Bu sayyid namoz o'qish to'g'riliq mandub bir hukm bo'lsa, buning qazosini qilishmi shu mandub degan chog'da ishida bekitilib ketgan deb qarash kerak. Yani qazo qilsang bo'ladi demak, mandubni qazo qilish bor demak. Natija. Vojibni yangi qazosi qilish yangi amrikasiga ixtilof borga yangi amrikka sunmaydi dedi. Endi Rasulullohninki masalan vaqti Abdul Qays kayinda ishkirkat sunnatni qazosini qildi-ku. Shu amr jadid qo'shish solsaq bo'ldimi? Ondan bilan birga o'qidi. Bomdatdan ishkirkat sunnatini farzidan birga o'qidi. Endi ba'zi olim deydi, "Men naman salatan aw nasiya falyusalliha idza zakaraha" degan, "La kafarata lahu illa zalik" deganni ya bu qazo qilmadi Rasululloh. Mush o'g'angancha ashu farz bo'lgan vaqt shutda. Undan keyin bu qazo emas, bu ado bo'ldi deb turibdi. O'chadan vaqti nahiy bo'lsin, qanday javob o'g'angancha udilkasimi vaqti nahiyni o'qiyurdi deydi. Qachata vaqt bo'lsin, o'qiyasiz bo'ldi deydi. Qashqarasikilar. Endi ixtilofum fil qunut fil vitr. Vitr o'qigan chog'da qunut qilish masalasi. وأما اختلافهم في القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنط فيه يعني بتر نمزدا قنوت أقشبا قنوت دعاء أقشبا ومنعه مالك وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من رمضان إمام شافعي رمضان آخر قوم بشكندا أقصب الدور وأجاز قوم في النصف الأول من رمضان وقوم في رمضان كله بعد فتن رمضان أقصب الدور İmam Ahmad mı İmam Şafii bilen bilirse. Ramazan'ın ahir gün başkan deyişi. Yaki işkil rivayet buluşu mümkün. Ve sebebi ihtilafin fi zâlik ihtilaful âthâr.
hadislar o'xshash ekanmidi? Va dagana ru'yanu sallasam al-qunutu mutlaqan. Mutlaq qunut o'qish keldi. Va ru'yanu al-qunut shahran. Bir oy qunut o'qida keldi. Masalan, Sahih Buxoriyda hadisda Rasululloh ikki qabilaga bizga islom tashviqini qilib turgan, uyutilgan odamlar sizlar degan chaqda 70 kishilik qarilardan tarkib topgan bir umakni ivatgan. Zaten onun yo'lidagi kafirlar orliqdiki kafirlar uni suiqasd qilib hammani qirib tashlagan. Osayya asadullah va rasulahu. Ra'al va zakwana. Osayya degan shu jamoat qabil deydi. Shuni aytgancha hammani qirib tashladi. Orliqdiki ahdi qilishmagan nimalar mushriklar qirib aytgan chaqda bir oy qunut o'qigan, badduo qildi deydi. Qağa. Anki Allah Teala'nın alaka. Leysa leke minel emr şey'un ev yetubu aleyhim ev yadiban fe innahum zalimun diye ayet düşkenigen buldu toxtadı. Demek bir ay kunut okudu dedi. Ve ruya anhu ennehu ahir emrihi lem yekun yaknut fi şey'in minas salah. Keyinki vaqtlarda ahir hayatıda Resulullah o hiç qay namazda kunut okumaydı deb rivayet qildi. Ve ennehu nahan dedik buldu okumanlarda tosqanlığıma keldi dedi. Ve qad taqaddamat hadhihi mesele. Demek nimada yuqoriga Kitab-ı Salah al-Awwal'da bu ötep ketdi. Başka namaz. Ya aş kunut aslında kunut şu. İşte ayrım kunut emas. Şunu demek istedim. Yani de bazı mesela bitirmen kendiki okunan kunut bunu toskan dini yoktu mesela. Hazır peşin eseri şanklarında okunan kunut ne ki okumagan ise şunu ya şu kunut hazır bir kunut. Yani şu 20 saat içinde bir katım kunut okuşuna demek. Bizim mezhepte şu kunutunu vitirde okuyamaz. Bamdatta ya başka namazda okumayız. Şafii mezhepte bamdatta okuydu. Ramazan'da vitirde okusam meyleye dedi Şafii'miz. Ahir 15 günde. Peki Resulullah'ın bamda devamlı konuda kunut okumagan. Mesela emme mescid okuyor. 90% mescid okuyor mesela. Şafii oğlan. Ay, leyse leke minel emr şey'un diyen çağda belki bulda okumanlıda tutkan buluşu mümkün. Allahu alem.